Assalamu alaikum mehmonlar. Assalamu alaikum ekran oldidagi Chin güzel İpek Yılı Sadası programımıza qatnaşqan mayırlarning Chin haqiqiy ovozdan alashga taqozo bo'layotgan barliq qarindoshlar o'z navbatida bizning mayırlarimizdan tayyorligimi intayin puxta. Qani mayırimiz sahnimizga marhamat. Atışımga bargıça İpek yolunu boyladım, sadayım bilen elni hoş kılay dep oyladım. Mana bu at şoğli Rozacı Abdurrahman bo'ladi. Ben güzel kişimden tartıp şu nakşıga tabi pek amrak nakşı müzik için. Güzel kişimde başlangıçtan tartıp şu küçük hem de mektepninki bir faaliyetleri olsa nakşı okuydu. Nakşı olsam dediğim bir kişimden tartıp bir elimde arzuyum vardı. Şunun toluksuzda ben sanat mektepke okuş kabul edilip imtihon aldı. Kabul kılındım bu imtihon buydu. 2006 yılı okuş bittiydi. Yani bir sanat indilayotgan, çoğum iş kesipte bir kutup kazanmaya devam etken. Çoğum işinin katlaşmango bir netice alamango degan yüksek irade bilen katlaşıp kaldım bununla. Dikçiler arasında küzler sözlüyorsun, aşıklık dalasında küzler sözlüyorsun, teşkil giyasında küzler sözlüyorsun, yükseklik kıyasında küzler sözlüyorsun. Deşkül giyasida küzler sözlüyorsun, yükseklik kıyasida küzler sözlüyorsun. Canım kara göz, yarışımlık hili var. Canım kara göz, yürekçe gülü var. Canım kara göz, tam seher sabahı var. Canım kara göz, güller içire gülü var. Canım kara göz, tam seher sabahı var. Küzler sözlüyorsun. Hey! Çın sevginin aldida tıllar çanıydı, rağım tıllar zubani çıkmay kalıydı. Fakat kızla sözleydim nurdek yanıydı, ruhimiz arasında küzler sözlüyorsun. Sözleydim nurdek yanıydı,
Assalomu alaykum. Men Atish diyaridan kelgan Ro'zaji Abdurahmon. Hammanglarga o'tliq salom. Ro'zajim, mushu sahnaga mushunchalik astoydil tayyorlik qilganingizni biz oyoqqa qarab o'tirib ko'mabdik-da. To'g'ri. Hech qisi yo'q. Erkin ko'ryapti-ku ko'zayniga o'g'andan keyin. Bunda deyishimda bir artistning mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, sahnaga qadam olmog'i uning uchun o'zi yaxshi ko'radigan kasb uchun nihoyat muhim ish. Men bek ta'sirlandim. Hem şu atış nakşıllarını tallaştık ki bunda maksadımız. Birinchisi endi men o'zim bir Atish diyaridan bo'lgandan keyin o'zimniki Atish naqshlariga bek yuragimdan ishtiyoqim bor. Ikkinchisi bu naqshni bizning ustoz Hoji Muxtar Bo'ra akam tekstini yozib bergan. İcadiyetini men o'zim qilgan naqsh edi. Shunga mesh naqshini İcadiyet hakikaten chiroyli ekan, tekstmi shundoq chiroyli tushgan. Sizga bo'lgan bir tavsiyalarim Atish xalq naqshlariga yaqin chiqibdi. Bu naqshning puraqlarimi bek chiroyli chiqibdi. Ammo bu naqshningki bir avdisi sizning ovozingizni ifodalaydigan bir qismi azroq kam qolgan yeri shu bizni o'rmaslikka birdan bir sabab bo'lib qoldi. Shuning uchun sizlardan yana bundan keyin musofirlaringizda mushu jihatda ijodiyatlarda mushu jihatga bir diqqat qilishingizni umid qilaman. Rahmat sizga. Mena bir qo'shim chiqib qo'ydig'inim. Yaxshi naqshchilar balkim o'zi naqshni to'g'ri tanlay olmay qolgan sababidan biletga erisholmay qolishi mumkin. Lekin bizning tanlaydigan sonimiz to'shmagan ahvol ostida mushunda yaxshi naqshchilar yana qayta sahnaga chiqib qolishi mumkin. Shu vaqtida agar tajribalarni yakunlab biraz o'zimizning alohidligini texmo gavdalantira oladigan naqshlarni tanlashni sal ching tutsanglar. Mushu ovoz nihoyat tatliq ovoz. Atishning naqshlarini to'liq aks ettiradigan ovoz. Hem bunun icadiyet ekanligini biz uqmadik. Nima desa, naq atishning puraqlari chiqib turyapti-ku, xalq naqshi o'xshaydi deb qolgan gap biz. Rahmat ustoz. Menin qo'shimcha qildig'ini yolg'iz unda usulluq naqshlar bilan bir cheklanib qolmay, ovozingizning tusi shunday yaxshi ekan fikr. Zil siyri paz shunday yaxshi chiqdi. Rengarang naqshlarni bundan keyin fursat bo'lib qolsa Abdulla akangiz degandek xilma-xillashtirsangiz texnik yaxshi bo'lib ketdi. Rahmat. Sizningki mushu Ipak yo'li sadasi programmasiga qandaq bir arzu, armonlaringizni, qanday ishtiyoqlaringizni bog'lab keldingiz? O'zimningki ichimdagi hissiyotimni shu butun xalqim bilan bir o'rtoqlashsam degan umid bilan keldim. Ama birinchi so'rovlar siz balkim sanda bizniki nechalarninki o'rganligini ko'rolmaysiz. Aniq ko'rolmasligimiz mumkin naqsh bilan bo'lib. Sizniki ko'nglingizda cho'qim bir son borda shu asardan chiqishdan burun qaysi efendim yoki xonimni tanlayman degan bir ko'nglingizdagi sonni uqvasak bo'lamda? Men o'zim shunda bir tanlash fursati meni qo'llab qolsa, Abdulla akamni, Erkinji akamni, Mahmud akamni uchun tanlash niyati dedim. Men yuragimdek gap. Ma o zıxmi ko'ymaydigan, kavobni ko'ymaydigan yaxshi javob bo'ldi. Meskin çok yetimlik atış naqshlari ichida o'tgan Ro'zaji o'z aloyidligiga Erkin Abdullaning aloyidligini jog'irib chiqsa, yangi bir uslub maydonga kelgisi. Biz chatlansaqmi, azoblansaqmi naqsh aytamiz. Shunga diyorimizning hamma yerda san'at gullari ko'pildab yetishib turadi. Oljidan kelgan bu qiz bizga qandoq san'at huzuri bermoqchidir? Men
kimni so'zlashga ben qiziqmayman, chunki bizni mo'min buvamning uyi yiz tarafda. Shunlashqa aşağıda kichik bolalar bekchiq, uning ustiga men G'ul shahar ishidan bo'lgan ekan, ta'til vaqtlarida yizlarga berib o'ynashni bek yaxshi ko'ratdim. O vaqtlarda shu uyaning bolalari bekchiq, bizning alaylikin bek chiqishqa bo'lgandan keyin Qo'rg'os tarafdagi bolalar bilan u tarafda bekilqi o'stanglarjiq, so'chimildigan yerlar jiq bo'lgandan keyin kichikimda esimni bo'lsam so'zlashga bek qiziqatdim. Shundaqla meni ota-onam, urug' tuqqanlarim, do'stlarim bek qo'llaydi. Bu qitimqi İpek Yol Sadasi programmasiga qatnashishimdagi ularning zo'r töhfasi bor deb qarayman. Gerçi bu qitimqi musobaqa qatnashib, birinchi natijaga erishsam-mu, 16-ga kirishga tirishman. Assalamu alaikum.
Aleyküm assalam. Ciddileşme. Özünüzün azdırak tanıverin. Endi özünüzü tanıştırın. İsmim Gülsümay Memtemin. Özümün yurtum Gulcu'dan. Hizmet ornum Ürümçi'de. Neme hizmet kılsız? Mening hizmet ornum Köşüm Telegraf İdaresi işleyme. Kesbi nakşçı emas. Bugün tuncu sahne çıkışım rastlam. Tuncu qetim sahne çıkışım boğazga. Bek titrep ketdi. Eskisi yok. Eşkisi yok. Hiç efendim his kıldığımdan ki ben şundak urayımı dep pek ciddileştim. Çünkü sizin avazınızda izchil aldım, muqimsizlik var. Lekin ben fakat sizin aşı hissiyatınızı bek hürmet qilib qaldım. Aşı bana bek erzib qaldıcı hesabda. Şunun için ben siz için milletdaşlab örildim. Rahmat. Yaxshi. Sanımız yaxshi, rahmat ondan etibadınız. Şunun için Nurnisa hanım siz için aldı bilen orunduk aylandı. Nurnisa'nın özünün planları var. Birisi anılamı ayallah dememsiz. Şuna işkilanın avazı, işkilanlar ayal kişi bolgandan keyin çokum bir yerden çıkıdı, yaxşı yetaklap ketidi. Anin kendin Erkin efendimi aylandı, men bilen ta. Men muşunda bir narsani his qildik endi Azerbaycanning naqshini yaxshi aytdingiz. Bu naqshni burun men aytgan. Yana boshqa naqshnimi yaxshi ayta oladi degan ishonch bilan sizga o'rindiq aylandirdik. Bizda endi bir ishkilanlar mau Nurnisa xonim bilan ishkilanlar o'xshash rost ayol kishilar. Ayol kishiningki ovoz pardasi o'xshash bo'ldi asosan. Tarbiyaga qulaylik keldi bu tarafi bor. Ammo bizmi boshqa taraflardan yana tarbiyalaymiz. Erkinmi shunda. Endi biz bu yerda biz anglab chiqib qo'yamiz. Oxirgi bosqich qilib kelandik ya. Qani o'zingiz tanlang. Mening tanlashim Nurnisa Basxalin tanlagan. San'atni tushungan kishi san'atchining qalbini tushunadi. Nurnisa xonim Gulsumayning qalbini tushunadi. Endi Gulsumayning manzili texmi barkatli. Uningga yangi tilaklarni tilaymiz. O'zi yaqinlik bu yigitning ismi Dilshod Qurbon. U Urumchidan keldi. Qarmoqqa u texnik 28 ga kirganda qiladi. Ammo hayot haqiqatlari aks etgan bir lirik kuyni ovozda jaranglatmoqchi. San'atdan sirt men odatda badan chiniqtirish va futbol o'ynash qatorliq turlarga intoyin qiziqman. Oilamdagilar shu san'at yo'lida menishimni intoyin qo'llaydi va o'zimmi burundan shu san'atga intoyin qiziqdim. Men bu musobaqa qatnashishim asosliq sababi bundan burun nurg'un musobaqa va san'at kechliklarida qatnashgan. Endi yana bir qitim o'zimning shu naqsh etishga va shundaqla universal safarimni texmo yuqori ko'tarish uchun shu musobaqa qatnashishni o'ylashdim. Mening degan bu musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan ishonchim intayin zo'r desakmi bo'ldi. Endi bundan burun musobaqa qatnashgan tajribalarimni bo'lg'achqa mening cho'qim qalbi qilishimga ishonchim komil.
ketsin qo'limdan bir kun uchurimni kimdan olaman uchib ketsin qo'limdan bir kun uchurimni kimdan olaman öldüramsan otumda meni qachongacha kuyib yonaman öldüramsan otumda meni qachongacha kuyib yonaman odam kerak izlamak kimu xiridorim izlamak kimu odam kerak izlamak kimu xiridorim izlamak kimu o'zim sabab shu dardimni ko'ringanga so'zlamak kimu o'zim sabab shu dardimni ko'ringanga so'zlamak kimu Assalomu alaykum. O'zingni beksol. Assalomu alaykum, hurmatli apandim xonimlar. Yaxshimisizlar? Ismim Dilshod Qurbon bo'ldi. Bu yil 28 yosh. Yurtim Urumchidan, kasbim moliya maslahatchisi. Voy isat. Men shoydani men aylaman deb neymiş qaylamğının özüm uqdim şu. Pul bilan muomala qildigan biri. Maliya xodim ekansiz. Nima uchun o'sha musobaqa qatnash istigida bo'ldingiz? Amdi men kichigimdan shu naqsh muzikaga intayin erisman edim. Naqsh muzikamga asosliq turtki bo'lgan adam mening bir navri akam bor edi. Burun shu o'zining bir kichik tipdagi bir muzika ataratlari bor edi. Ismini qilishcha biz o'yda bir 4 tarliq bir gitar bor edi. Shu gitar bilan akam bir naqsh aytib bergan menga. Bu naqsha dal bizning hurmatga sazovor Abdullah Abdurim efendimning Uvalim degan naqsh shu. Shu naqshni akam menga aytib bergan vaqtida o'zimning muzika jihatda sezimimning borligini shu chog'da his qilgan. Shu chog'dan boshlab ananikin muzikaga yerisman bo'lib
qiziqib, o'zim kasbiy muzikada o'qimagan. Hamda bugungi bundaq katta cho'ng so'ringa, cho'ng saynaga qadam tashirib, qig'inimga o'zimga shunda xo'sh. Bugün mush naqshini odatdagidek shu sen eng rozi bo'lgandek aytib berdim deb o'yladingmi yo o'zingda azroq bir afsuslanarli ishlar bormi? Bugungi ma sayna, bugungi ma so'rin. Men ilgirki qatnashgan musobaqadami bak katta ekan. Shuni tamtirab qoldim. Bizningki siz uchun aylanmasligimiz hargizmi sizning ovozingizningki yaxshi emas deganlik emas. Sizda ovoz qiyish alomatlari ko'rilganligi uchun shuni sabab tutib qoldik. Amaliyotda sizning ovozingiz haqiqatan chiroyli ekan. Men afsuslandim. Birinchi sahifani bırakın. Kechiring. Siz qanday arzu umidlar bilan kelgandingiz asli? Endi mening bakmu cho'ng arzuyim yo'q. Endi necha vaqtdan yoqi shu naqsh muzikaga bo'lgan ishtiyoqim intayin kuchli bo'lganligi uchun sizlardek kasbiy odamning oldida o'zimning qanchalik naqsh aytadiganligini bir bilib beqish uchun bir şey chiqdim. Yaxshi. Sizga qutlaymiz. Unda olsa en ahırda Abdullah Abdirim Efendi'ni tanlamsız ya ki Abdullah Abdirim. Merhamet. Ko'nglimdagi ne bir quvozim bilandi. Bo'ldi. Qani. Rahmat. Tunji bo'lib ugangan naqshim dal shu Abdullah Abdirim Efendimning uvolim degan naqshi. Shu chaqdagi plastinkangiz mana shunda esimda bor. Shu plastinkani karaoke olati bo'ladi. Shuni men bak aytdim. Chiqib bak chiq aytdim demoqchi bo'laman. Bugungi naqshini qanday tanlagan? Bugungi naqshim o'zimning ijodiyati. Yani bir isi. Şu ben şu özü icat qilib aytadigan adam yaman hurmatim bor. Gitarım chalamsizlar buncha? Gitar chaqil 7-8 yil bo'ldi. Siz bilan o'rdiqinimni bir chep boqimman. Bo'ldi. Aldığınızda köp vaqtlar bor. O'rdiqinim nomli shu muzikamizning flamenco stop emasmi? O'zim flamenconi shunday yaxshi ko'raman. Shu naqshingizga muzikani boshqa muzika qaraganda bakrak o'rgangancha. Shunga Fırsatlar bo'ldi. Shu Abdullah akamniki atirtida bo'lsangiz, shu o'xshashlar mening atirtimda, Mahmud akamning atirtida bo'lgan o'xshash. Bu Jipek yo'li sadosining eng cho'ng sizlarga olib keladigan foydasi shu o'zinglarning mashina boya ukamni dedi. Shu ustozlarlar bilan bevosita uchrashish fursati va o'zinglarning ko'nglingizda bor gapni davoladigan bir sharoit, fursat, uning ustiga bor talantlarni ota-onalarga, urug' tuqqanlarga va bizning shu jamiyatimizga ham qarindoshlarga bir namoyon qiladigan bir fursat. Bizning umidimizni yerda qo'ymay, texnik yaxshi naqsh aytishni umid qilamiz. O'xshashlayapmizniki. Mendin ko'z yosh to'kib yurgini. Ba'zida o'ylamagan fursatlar bizga yangi yo'llarni ichib berdi. Ipak yo'li sadosi texi dastlabki yo'l. Yangi va kang yo'llar Ipak yo'li sadosidan boshlang'usi. Merhaba. Yoshlikning bo'sog'isida o'z karomatini ifodalashga jur'at qilgan bu qizning ismi Ramila Amantur. Bu bizga yaqinlik bir naqsh elib keldi. Men odatda kitap görüştü, beden çatmağışlarda yaxşı görüm. Benim artıqçılığım bolsa, bibiyleş, piyano çalu. Men hit muzika menen romantik muzikalar yaxşı görüm. Biroq men dagı özüm tirishib, mushqatimdagi musabaqaga yaxshi qatnasham. Vaqatim özümde sınap keldim oşonunga. Jengilib qalambi, chiqambi, bari meyli. Your
Ramila Amantur. Bu yıl 17 yaş kirdim, milletim Kırgız. Adette davamlı başında İngilizce nakş aytamsız. Bazı vaxt Xanzucha, bazı vaxt İngilizce aytma. Kırgızca. Kırgızcha mı az aytib qo'yma. İngilizce nakşıga qattiq qiziqadi ekansiz-da, sanırım. Naqshi qiziqma, qanday tilda bo'lsin. Akşine şundaq ravan o'rladingiz, ammo kuyda azroq ezib ketish oldu. Andan keyin ikkinchi qatam pauz tutgan vaqtida kuyning o'zini topolmay qoldingiz. O'zingiz sezdingizmi? Andan oxirlashtirish degani o'zingiz toza joyida qilmadingiz, a? Ovozingiz to'g'ri jari bo'lmay qoldi, a? Lekin siz kichikkansiz daha. Sizga fursatlar nurg'un. Biz sizdan nihoyat zo'r umid kutyapmiz. Siz cho'qim yaxshi naqshchi bo'lib keta olasiz. Qirg'izcha naqshlarning ommabop naqshlar bor-ku. Musobaqalarga kelgan vaqtingizda eng yaxshisi ona tilingizdagi naqshlarning ommabop uslubdagilarini tanlab aytsangiz, biz sizdan taxim qo'shilamiz. Bu qatam afsus bo'lib qoldi. Kelar qatam yana sizga fursat bor. Qani keling. Keling sana. Kelarsiz. Qarşılayınız. Tirishchan jur'atli yoshlarimiz aman kasbda muvaffaqiyat qozona oladi. Ramila qizning yoshlik mavsumi texi uzun. Uningga parlaq natijalar yor bo'lg'usi. Eng yangi Turkiya filmlari. Eng yangi etotlar. Eng yangi MTV naqshlar. Dünya yangiliklari. Shatlan Kino Tori. Shatlan. Voy, keling Nurshad Raida. Sizning Dilshad Raidaninkidek ovozingiz, chalg'an sozingiz, hatto ishlagan filmlaringiz bizga nihoyat tunishli. Xush kelibsiz. Men odatda naqsh muzika va kino televiziyaga bakrak qiziqman. O'qigan kasbim buning bilan munosabatli. Men Xinjiang san'at instituti kino televiziya teatr fakulteti aktyorlik kasbini bitirgan. Men bu programmaga kelishimdagi sabab onam meniki yaxshi bir san'atkor, yaramli bir xalq tunilgan, xalq yaxshi ko'radigan bir naqshchi bo'lib chiqishimni bek orzu qiladi. Men onamni deb keldim. Albatta, bu mening orzuyim. Men Ipak yo'li sadosi programmasiga zo'r ishonch bilan keldim. Men naqsh etmoqli uzun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin o'zliksiz uyda mashqni tashlab qo'yganim yo'q. Men cho'qim oldingi 16 ning ichiga kirishga tirishdim.
Assalomu alaykum. Aziz ustozlar. Mening ismim Nurshad Raidin. Yurtum güzel Börtala diyarıdın. Bu yıl 35 yaş kirdim. Ticaret kasbi bilan shug'ullanyapman. Bizning Dilshod Raidin bilan bir jotdan. Kim yaşkanlar? İnisi bo'laman. Voy. Xatar tanlamoqchiman. Bilan. Qarasam o'xshayotdi. Burtdan boshqani hisoblamadim. Yaxshi yetishtirim. Ama ovozi Dilshodga o'xshamaydi-ku. Sizlar Avazdan o'xshab ketmaydi ekan. Men o'rlanmaslikimningki bir sababini aytmasam, intayin oddiy. Sabab sizningki naqsh o'rlashingizda emas, menda bo'lib qoldi. Siz naqshni intayin puraqliq, nihoyat yaxshi aytdingiz. Men qanday yetaklanishga ko'zim yetmaganlik uchun shu sababdan o'rlanmay qoldim. Bak yaxshi aytdingiz, rahmat. Asli men boshqa naqsh olib kelgan Abdulla Abdurim akamizningki bolaligimni tayyorlagandim dutovda. Yekkila chiroyli chilib, mo'nglik etib tushib desam, sal oddiy bo'lib qolgandek dutovlar esam. Biz osh oddiy Musta o'ylab qolmoqlar, qat'iy oddiy bo'lmaydi juma. Dutta chalalaydiganlar, dutta, ashta qilsalar. Shuning ovozga muhtoj. Hayron qoldim. Endi siz bir tijoratchi bo'lish sifatingiz bilan mushu san'atga bo'lgan bir ishtiyoqingiz bor ekan. Cho'qim ko'nglingizga pukkan orzu armonlaringiz bor. naqsh etmoqli 5 yil oldi menga. Burun aytdim, mening aloqalarim, do'st birodarlarim hammasi qaysi Nurshad ismen tonilmag'ini bilan aloqalarim hammasi naqsh Nurshad deydi. 5 yildek bo'ldi aytmadim naqshni. Shu o'zimning orzulari vaqti iqtisod bilan munosabatli qilib qoldi orzularim. Shuning bilan tijorat qilib o'zimni chingday deb. Chingdab bo'ldingizmi? Chingdab bo'ldim. Ha, bo'ldi. Ko'ngil xotirjam ovoz yaxshi chiqdi-da. Bugun toz yaxshi chiqmadi. Hozir endi sizningki shu tijoratni qilib o'zingizni chingdab mushunchalik holatga kelib turibmi? Shu yurakdagi qilib azroq qilib qolgan o't yilinjab, yana sizni uyg'otib mishaga kelibdi. Shundaqmi? Opam yig'lab men seni tijorat qilib o'qitganman deb. Men 2001-yili Şinjan Sanat Instituti Kino Televiziya Teatr fakultetining aktyorlik kasbini o'qigan. Mana shu chiqib men asli o'maklar kirdigan kasbiy san'atchi bo'lgan, aktyor bo'lgan sharoitga egitdim. Lekin o'zimning orzulari bo'lib qilib, yana shu hisobda munosabat qilib. Bu yaxshi, uni balki qattiq ish. Bizning unda orzularimiz muborakda endi. Ummu bo'lib qolar. Ma ish endi qalbda o'chmagan o'tni amal yo'q. Mana shu naqshni yaxshi o'rlashning sababi aktyorlikda o'qiganki, ustoz ko'rganning hech bo'lmasa san'at beg'ida bir tarbiya olganniki foydasi bor. To'g'ri, Şinjan Sanat Instituti nurg'un yaxshi artistlarni yetishtirib chiqqan bir bog'. Mana misolga Abdulla bendim o'z aktyorlikda o'qigan. Sizlar uchun yaxshi ustoz bo'la olishga qurbati yetadigan, biz hurmat qiladigan do'stimiz. Tarbiyalayman. Menni tarbiyalayman. Ona da gap yo'q. Ona da gap yo'q. Mening atrofimda endi kuchli qo'shinlar bor, sizga o'xshash, ham yosh. Siz xotirjam mening gruppamga kelsangiz bo'ladi. To'g'ri. Nurisa xonim mana siz o'qigan maktabda naqsh kasbida obdan tarbiyalanib xalqimizning ko'nglidan o'rin olgan yaxshi naqshchimiz, yaxshi ustoz bo'la oladi. Tushunimiz. Buni ustiga teganglar bir jutloq. Da'vatlardan bo'lgan bilan teganglar sizni bir jutvozlik qilib eringlar bugun. Bo'ladi. Unda bo'lsa, yo'q, endi undami bo'lib ketmasin. Undan bo'lib ketmasin. Unda mavo naqshni bek yaman tetimliq aytyaptınız. Yurakka bor deysiz. Men haqiqatan mush naqshni o'zigimga bak amroqdim. Abdukim akamiz rahmatli men bu naqshni shundami bir yezibdi ekan. Bu naqshni o'zimga aytishga amroq. Ammo bugun ovoz bo'g'ilib ketibdi. Bo'g'ilib qolgan taqdirdimi mushunda aytqanga qaraganda birinchi ovoz ketib qoldi lekin. U shunda bir
o'tib ketdi. Aning keyindan ikki ba'zi naqshbonlar bir ovoz ketib qolgandan keyin uduqib ketib, xil uzungacha ashtadan ketyapti. Bak o'zinglarni tutib oling shuna vaqtda xuddi ma Nurshadga o'xshash ikkinchi misradan boshlab o'ng'ishilib ketdi. Bu tajriba bo'lgan. Naqshni ko'p aytgan, mush naqshni ko'p aytgan yigitda bu. Men shunga ishinib qoldim. Agar zukam bo'lmay, ovoz sal uchiq bo'lsa, yana boshqa bir naqshlar almashsimi? Mushunda o'zimizni ko'rsatamiz a. Chatoq yo'q. 100%. Bo'ldi. Men Unditardan ko'rgan bu Ipak yo'li sadosi programmasini. Shu chaqda mening kelishimdagi sababmi bir bog'lovchi bo'lganligi sababidan men kelgandim. Mening 13-14 yosh mezgillarim Abdulla Abdurim akamizningki Surma nomli bir unalg'ilin suvat. Uni siz maqtavatsiz hozir shunda qo'tib tanlash. Maqtavatsiz dedi. Mening cho'ng olishimga raqobat kuchlik. Lekin men qo'rqmayman. Abdulla Abdurim akamizni tanladim. Bundan yurak kerak. Muborak olsun. Muborak olsun. Aklımızdaki yaxshi. Hamma odam to'xtamay bilim izlashmoqda. Nurshad Raydimmo Abdulla Abdurim afandidan ko'p bilimlarni o'rgangisi, texmi ilgirdigisi. Üzümdek şiirin, karizdek üzülmez turpan saniti, ölmez, kümülmez. Mana Turpandan Adil Ahmet Ürümchiga chiqibdi. Degandan keyin bir yil natiq ingliz tili o'rgandim. Bu jarayonda ingliz tili saviyamizni yuqori ko'tarish uchun bizning ma'lum bizga ingliz tili darslarida ingliz naqsh etishni o'rgatgan. Shunday qilib o'zim ingliz naqsh etishni o'rgandim. O'zim gitar chalgan bo'lgandan keyin o'rgangan naqshlarni o'zim gitarda chalib chiqarib shunday qilib yurib, asta-asta o'zim Yevropacha uslubdagi naqshlarni yoqtirib qoldim. Hamda hozirgi o'zim yoqtirgan uslubdagi naqshlar yenik to'lg'in usul musiqalari bilan R&B, Yevropacha uslubdagi naqshlarni o'zim anglashni ham aytishni yaxshi ko'raman. Qalb qilish ishonchim bor, lekin qalb qilamay qolsammi, men mush sahnaga chiqishning o'zi bir cho'ng g'alaba deb qarayman. I used to assume that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, that I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through an open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes a silence can seem so loud. There are miracles in life I must achieve. But first I know which stars inside will be. If I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I sing about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me riding souls and open doors. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I sing about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me riding souls and open doors. I believe I can fly. Hey, I believe I can fly. I believe I can fly. Hey, if I just spread my wings, I can fly. I can fly. I can fly. Hey, I can fly. Hey, if I just spread my wings, I can fly. Cause I believe, I know I can fly. Assalomu alaykum. Qo'lingizdan tanishtirib qo'y. Mening ismim Adil Ahmed. O'zim Turpandan bu yil 24 yoshga kirdim. Kasbingiz? Kasbim men bultur 12 oyda qismdan qaytib kelib, Urumchidagi ma'lum bir qo'shliq boshqarish darsi ishlab, u yerdan keyin Turpanniki o'zimning do'stlar bor, shu yerda yana o'zimizning orzu-armonlarni qilish uchun shu yerda bir muzika, ovoz qilish uyini bir qurib, shu yerda o'zimiz muzika chap. Yaxshi. Tabriklaymiz. Rahmat. Eng oxiridagi ovozni yana so'zalaytingizlar. So'zmi? Men nafsiga qarasam, xeli uzunga bardoshlik bera oladi-ku. Muzika az bo'lgandan keyin muzika tugal qolmasin deb. Ketmidi emas, ketdi-ku. Azbular hammamizda ketyapti shunda. Lekin biz Erkin apandan boshqa uchimiz sen uchun o'rindiq aylandirdik. Ben ko'zim yumib anglab tuqamay qolibdiman. Men shundamki deb o'yladim. Erkin asli bunda bola emas. Sizniki naqsh etish uslubingiz aşı partlab chiqish. Ananikin shundaq joyiga akilanishingiz meni bek ta'sirlantiryapti. Shuning uchun men siz uchun kunubga besib aylandim. Men shofka raskerlik qilsam tanladim. Bu ras. Men kechgacha seni maqtavasan bo'lmaydi degan. Keyin musobaqada utib chiqsak andin el o'zi maqtasin. Uchimizdan birimizni gachida tanla. Mening eng oxirgi tanlashim Nurnisa xonim. Adil Ahmed bu Nurnisa xonimni ustozlikqa tanlayapti. Bularning hamkorligi qanday bo'lgandi? Cho'qim yaxshi bo'ladi. Muborak bo'lsin. Chunki Nurnisa xonimni bo'sh emasda. Hisobat son seferlar ichida yashash, qalbdagi o't hissiyot, san'at sezgirligiga ta'sir qilmasligi mumkin.
bank xodimi Roshangul Natrozi xonim bizning sahnamizga qadam tashrif qildi. Qiziqishim bo'lsa, dutorchilik, naqsh o'qish, kitob o'qish qatorliqlar. Men kichikligimdan boshlab mushu naqsh muzikaga shunchalik havas qildim. Mushu cho'ng sahnalarda shunday bir naqsh o'qish arzumdaydi. Mening mushu Yipak yo'li sadasi programmasiga qatnashdikka asosli sababim mushundaq bir katta sahnada bir naqsh o'qib chiqib ketgan ishim menga necha million, necha tonna oltinga erishgandimni katta mukofot. Chunki mening oldimda o'tirgan shu baholug'uchi cho'lpon san'atkorlar oltindan qimmatli bebaho go'har. Assalamualaikum, hürmetlik efendim, hanım, ustazlar. Aleykümselam. Naq meydandaki aziz görürmenler, ekran aldıdaki aziz tamaşıbınlar, yaxşımısılar? Sizler. Ben Kaşkeşi diyarı Xotan'dan geldim. İsmim Roshangul Natrozi. Bu yıl 50 yaş. Çakçak mı? Ben çakçak kılmadım. Ben 1964 yılı 1. ayının 30. günü doğulgan. Barkallah. Benim kasbim bank xadimi, qiziqishim, doktorchilik, naqshi o'qish, har xil millatlarning naqsini anglash ham aytish, mushuk yoqish qatorliqlar.
Müşk bakkan qaraganda bag'ri yumshoq qiz bu. Shu. Özümnin bağrımның yumuşaqlığını bilmeymen. Lekin şu aklımga gelsem ben müşkülü bile yetip çoğun olgan. Özünüzün qaş teshidek bir ayol ekansiz. Qash teshidek shundoq kaygan. Rahmat. O'zingizmi chiroyli. Rahmat. Ovozingizmi tatli ekan. Rahmat. Bugun afsus mushkingiz ekanmapsiz-da. Akamidim. Bunda hayvanda iki xil iş var. İşitine baksa igisinin aksını manıpken. Lekin müşk fakat man olmaydı. Bunu bilib oldim. Öyle kaldı. Ama o nakşını birisi sizge muşunu eğitim dedim ya özünüz tanladınız mı? Özüm talladım. Özünüz tanladınız. Adette siz duttavla nakşı eğitime dediniz bayağı. Yani nime için duttavla bir nakşı eğitişini oylap bakmadınız? Duttavlan nakşı eğitip bakkan. Ha. Onu adette biz o yalğız orunduk koyup çep bakmagan diken. O sapada azad oturup. Aşı hem özümü paka olgan diken kulam kısmı kanda. Ma pədini tutsam dutta sidirilip gitem ki. Nehmellanda. Orun diyemay kalan emmeki de. Ben size de ettim nakşını. Bunu mu doğru oylap da Cuma lekin? Bu İpek Yolu sadası, nakşılar, seynası bu adetki bir küçük faaliyet emas. Şunda boğandıkken duttadı nakşı koydum dep emdi. Süpteki daxili yitip kalmışsın dep benzi tayarlap, benzi koydum. Mavi nakşınızdaki mu şu tenkişini kim çepperdi? Manınki akort avası. He. Şevket İshan. Ha, şu çağda asli bunu sel töverek başlap çeppiren men az yuqorisini mi eğitime devetken bolsanız optik ama nakşının yani bir yerini eğitmay koydunuz ha? Nime qiynalib qalan memlekede. Endi bu adetki küçük nakşı emas bu. Bu nelikki Arzugul Tursun hanım orundaydı bu nakşını. Doğru. Lekin onundan başka hiç qanday adam sahnege bu nakşını eğitip çıkışga cüret qılanmadı menden başka. Yana men şu nakşının keynine orundayanmısam mı? Yana men Cüret kıldım. cüretlik muşu nakşını istedim. Yaxşı. Yaxshi. Sizning jur'atingizga barakalloh. Rahmet hanım, rahmet. Mahmud efendim, yani Evcini bir ketib etken bolsa, bir vaqirib etken bolsangiz müşkünüzni eslaplam. Asli vaqirg'im badi. Lekin vaqirammay qilishni ansirab, mushu naqshini unutilib ketish girdobiga berib qolgan mushu naqshining oldidagi ishga kubilik nosini sahnaga bir ochiq qo'y degan o'y bilan. Voy rahmat. Obdan. Rahmat. Belki yaxshi gap qildingiz. Sizga o'xshashmishimda naqshi muzika ustida boshqa kasb to'simi izlanib turayotgan, yuragida o't kuyayotgan qarindoshlarimiz bilan bizning san'atimiz avloddan avlodga davomlashib hamda sizni mushu bu tunji qatimqi muvaffaqiyatingiz bilan tabriklaymiz, shundaqmi? Shundoq. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Ro'shangul xonim garchi o'zi orzu qilgan natijaga yetolmagan bo'lsa-mu, ammo Ipak yo'li sadosidan iborat mushu katta sahna orqali o'z qarindoshlariga qalb salomini yetkazganligi bilan iftorlanamiz. Ro'shangul xonimning barchamizga xushallik olib kelganligiga rahmatimizni bildiramiz. Oq yo'l bo'lsin Ro'shangul xonim. Tangirtog'ning shimolidan bir yigit keldi. Bag'rida cho'g' tog'lardan eshib, yosh yurakdan kuylar to'kildi. Xalqiga san'at nurlarini chechib. Qiziqishim muzika anglash, kitob o'qish, hamda bugungi shu Ipak yo'li sadosiga kelishdagi birdan bir sababim hamda. Men mushta bir Ipak yo'li sadosidagi bir programmani qachon chiqadiganligini saqlagan. Hamda men shu programmani televizordan ko'rgandan keyin yaxshi bir natijaga erishman deb keldim. Bugungi shu musobaqada men hamda o'zimga ishonchim %100.
Berip senin soğuk melenge Jinim Den ürdüm derizlerge Berip senin soğuk melenge Jinim Den ürdüm derizlerge Çıkmadım bu ama aynım kabilim Görmedim yaktığı yamgor Çıkmadım bu ama aynım kabilim Görmedim yaktığı yamgor Yağmurun keçe Sakladım seni doktora Bir keçe Yağmurun keçe Yağmurun keçe Sakladım seni doktora Bir keçe Otursam melendiki sögen tövde Fakat oldu emramacı Otursam melendiki sögen tövde Fakat oldu Hayran kaldım şu bulut dili çıktı açmayı Sen bulmam sana şu ay içine Hayran kaldım şu bulut dili çıktı açmayı Sen bulmam sana şu ay içine Sakladım seni doktora Belki de Boran gece Yağmurlu gece Sakladım seni doktora Belki de Boran gece Yağmurlu gece Sakladım seni doktora Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Ismim Baxtiyor Sulaymon. Yurtim Cho'cha shahrining Toli degan naysdan keldim. Bu yil 24 yosh. Hozir Shinjang kasbiy universitetida pianino kasbida o'qiyman.
Çöçekte boğalığınız için kiçe degen sizni kiçö dep apında Kazakça qilib, ha? Kichikdan shu yerda billa Kazak qarindoshlarimiz bilan billa cho'ng'ilib, billa o'qib, shiver. Tatib ketgan yerda Ma'zam Uyg'ur lekin. Qozogcha maktabda o'qigan bizning To'linayimizda Xinzcha maktab va Qozogcha maktab, Uyg'urcha maktab yo'q. Ko'p tillikda. Ne? İştarafım. Qozogcha naqshin bilamsa? Bilaman. Yolg'iz o'rlaqdan. Qara. Qarıqtab kelbetin qiyalın, özün mildana sıxdım. Özünsüz ömürge siyaman, qaşıqtığına qaşıqbım. Bir sensiz atbaydı tanım, şıqbaydı kun tağada. Ay yüzü aru asıl canım, bakıt bu konsun koluma. Su sezmali boshqa degandek. Men o'ylab qoldim. Agar aqimiz turib mush naqshni aytgan bo'lsa, cho'qim qozoq bala deb o'ylaydi. Shundaq-ku, ha? To'g'ri. Qani efendiler. Men ko'riblar, cho'qim Qozaq qarindoshlarimiz ya G'uljidan keldi, ya Çöçekten keldi. Chirchakdan keldi, ya Altaydilar deb o'yladim. Kichik vaqtimda qiziqmayman muzikaga. Onun keyin shu yaqinda şu Qozoq miltining Kumush kumi deb bir programma chiqdi endi. Shundan qatnashdim, uningdan bir tal Uyg'urman. Uningdan 8-maydon kelib tushib ketdim. Ya, 8 maydon kiraligan bo'lsa. Shunday yaxshi o'ylab qo'ygan. Rahmat. Ma inimning hozirgi gapidan ham 8-da tushib ketdim dedi-ku. Bu da qayergacha bag'ing va? Budam 8 kirmsak 16 kirib tushib ketsak mayli endi. Ya yaxshi bo'ldi. Tirishsaq yaxshi bo'ldi. Rahmat. Qara ukam, endi biz 4 yilimiz sana aylandik. Erkin efendim oxirida chidamay aylanib etdi. Erkin akamni bilsa, yaxshi bir ijodiyatchi, yaxshi naqshchi, yaxshi muzikant, atrofliq. Mahmud efendini bilsa, bu kishi ham ijodchi, pianinomi chaladi o'xshash, naqshchi, orkestrga ko'p yo'lliq not yozyapti hozir. Nurisa shunday bir lirik, mungluq naqshchimiz, elga tunilgan qizimiz, o'zining atrofida nurg'un yaxshi kuchlari bor. Her xil uslubda, senin uslublarını qandırdıgan, men hammasi uchun gap qilyapman ajmi. Men tax o'zim uchun gap qilmadim. Menim bilsan, ancha-muncha to'li bo'lsa-mu, shu yerdami, naqsh muzikaga amroq bo'lgandan keyin, men mo sana o'xshash shunday moda naqshlarga qiziqaman. Amroq o'zim ancha-muncha aytaman. Yaxshi bir o'rtaq ilgirlayli deb meni tanlab qolsang, men qo'lim ko'ksimda musobaqaga tushayli. Rahmat. Sizlarni endi bekla hurmatlaymiz. Endi. Rahmat. Hozir tanlash huquq menda. Tanlamdim. Mana. Aldırma öpkani besibilir. Da bir pianino çağındak. Mening eng ixtilishim Mahmud. Muborak sizga Baxtiyor Sulayman, ustozimiz ekan Mahmud Sulayman, o'zi shogird Tirishjon, ustoz Talabjon, yangi natijalar tug'iladi.